migrantlarni qo'yib o'tganman kecha yaqinda. Mana tushyapti migrantlar o'zbeklar mana yapti. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar deb. Ketyapmiz. 40 minutlik yo'l yurishimiz kerak. Gap so'rab boshladim. Ishlab bo'lyaptimi, sog'lar yaxshimi deb. Keyin oldimda turgan aka, "Ha, yaxshi, xudoga shukr, hammasi yaxshi joyda." Ammo aytib kechmaganda qayerga qarab ketyapsizlar? Bizlarga anaqa kelarkan, omon bosarkan, bizani yotoqxonani o'sha uchun biz ishxonaga borib uxlashga qaror qildik deyapti. Aytdim. Boshida o'yladim, birinchi. Nima o'ylab qoldim. Nima uchun bular qochyapti? Desa, "Men dokumentlaringizni noto'g'rimi?" dedi. Dokumentlarimiz to'g'ri, registratsiyamiz bor, dokumentlarimiz joyida, patentlarimiz bor, hamma hujjatlarimiz joyida. Biza yotgan joyimiz registratsiya o'sha yerda qilinganda, hammasi joyida. 100% joyida. Bir xillar bilan falshfiy qochib beradi-da. Falshfiy registratsiya qilgan qochib beradi. Aytaman, aka, nima uchun qochyapsizlar? Keyin ular o'zlari aytayapti. Bu Moskvada yashash qiyin bo'lib qoldi. Moskvada faqat omon bosadi, bizani olib ketadi, bizani qiynashadi, siqtashadi. Aytdim, aka, unday deb o'ylasangiz shunday bo'lib qolaveradi. Xato o'ylayapsiz, xato fikrdasiz. Odam o'zini fikriga yarasha vaziyat ko'radi, o'zi nimani xohlasa shu narsa paydo bo'ladi yonida. O'zi nimani xohlasa shu narsa bo'lib tuyuladi deyapman. Siz o'ylayapsiz, hozir men qutulyapman, qochib, dokumentim joyida, siz dokumentingiz joyida, hammasi joyida, lekin siz baribir qanaqadir gap so'zdan ortiqcha nimalardan qochmoqchi bo'lyapsiz deyapman. Lekin siz o'shaga haqiqatga qara, haqiqat boqib, o'sha nimalarga, omonlarga borib, mana men dokumentimni deb oldiga borib ko'rsat, men kelsa ham sizlarni olib ketsin, 2 soat vaqtlaringizni oladi, boradi tekshiradi, dokumentlaringiz chiroyli chiqadi deyapman. Dokumentlaringiz to'g'ri chiqqandan keyin sizlarni qo'yib yuboradi-yu baribir deyapman. Birinchi marta keladi, olib ketadi, qo'yib yuboradi, ikkinchi marta olib keladi, qo'yib yuboradi, uchinchi marta kelmay qo'yadi omon deyapman o'sha yoqqa. Aslan yerdan qochgandan keyin sizlarni quvadi-da, bo'ri quyonni quvadi-yu qochgandan keyin.